Assalomu alaykum o'rtoqlar, mojaroga davom. Hurmatsiz va qimmatsiz bo'lgan negativchilar, mana shu qo'llaringni mana shunaqangi cho'payib ushlab olib o'tirasizlarda, mana shunaqa qilib hamma kim chiqsa tomosha qilib tur. To'xtab turing, mana uni yozib qo'yay deb, mana shunaqa qilib ko'lab cho'payni olib qo'llaringga ko'lab ish qilib bir narsalar deb ketishlaring shart. Yoqmasa bunday qilsalar o'tib ketamiz. O'tib ketamiz. Boshqa yaxshilarni ko'rib turasizlar. Nima qilasizlar? Bunaqa qilib cho'payni ushlab, ko'lab hammanikini ichiga kirib, haqiqatda boshqalarga ham kirib qarasa, menga negativ yozganlar, boshqalarga ham yozyapti ekan-a. Sen enalarni qonida bunaqangi cho'pay bilan tushganmisa, ich qoralar. Kuykanaylar. Boplab mana turk qaramay qo'ydimmi? Bitta mishiqcham mashinamga solib ketyapman deb hazil qilsam, turk qaramay qo'yibdi. Ana yana bittasi deb yozibsizlar, Turk qaramay qo'yibdi bas, men qaramay qo'yishimdan qo'rqadi turk. Bildilarmi? Biz o'zbeklarimiz kelib, batga turk pulini yeb o'tiribdi deb o'ylaysizlar shekilliga. Mana uni ishlatib, kerak bo'lsa Turkiya erimni ham boqib o'tiribman men. Bu videolarim masalan erim ko'radi, yolg'on bo'lsa men nima qilmayman? Men boqib o'tiribman. Erimni nevarasini ham boqaman. Meta boqib o'tiraman. Masha qilib cho'payni olib, turk qaramay qo'yibdi shekilli deb yozmasdan. Xudolar bergan aslarga, tavba. Yo'qmasam, bunday qilib o'tib ketinglar, tamommi?